Birinchi mərtəbədəki çoğ hərbi holat 69 yili 6 ayının 29 günü şənbə. Səlima apay bizni uyga mehmonga chaqirdi. Men, opam, Sofiya, G'aysha, Zakiyalar tushda Səlima apayga bordik. U yerda ko'ngillik o'ltirib mehmon bo'ldik. Tushdan keyin bo'lganda biz bozordan bir narsani olmoqchi edik deb Sofiya, G'aysha uchimiz xo'shlashib chiqib ketdik. Üçümüz paranlaşıp, külüşüp yürüp otur körüknün yeniga tezli yetip kep kaldık. Ular körünmegenden keyin bir haza vaqt kütüp turuşqa to'g'ri keldi. Yarım saat küttük, ular kelmedi. Biroq chumildek iqib yurgan xalq ozlab, atraf tinchlanishga boshladi. Sofiya atrofga qarab, "Nima odamlar ozlab, hamma yer jimjit bo'lib qoldi-ku" dedi. G'ayshamni diqqat qilib rostla jahonni sur bosgandek bo'lib qoldi-ku deb qo'rqishiga boshladi. Piyada yurgan birmi odam qolmadi. Cho'ng yo'lda odam qochilgan yo'g'on yuk mashinalar vijildab bizning birining keynidan birisi o'tishga boshladi. Motosiklet minib yurganlarni uchirtib bo'lmaydigan bu shaharda turkumlab motosiklet mingan harbiylar ko'chada yuqori to'ban bo'lib choptirib o'tadi. Men atrofga qarab bo'ldi ketayli, vaziyat yaxshi emasdek ko'rindi. Nima bo'ldikin muhit bek ko'ngilsiz bo'lib ketdi deb mangdiq. İkinci doktorxonaning keyniga kelganda ko'chada duttar ko'tirib kelayotgan bir odam ko'rindi. "Hoy, bir odam kelyotdi" deb yolg'izlikda hamroh bo'ldigandek xushal bo'ldik. Dunyoda odamlardan ayirib qilishdan eski narsa yo'q ekan. Yaqin kelganda qarasak Yosin ekan. Salomlashgandan keyin "Nima bugun ko'chalarda odam yo'q-ku, bir ish bo'ldimi?" deb so'radim. "Yosinmi bilmayman, menmi hayron bo'lib kelyapman" dedi. "Duttar ko'tiryapsiz-ku, to'yga bordingizmi?" deb G'aysha Yosinga chaqchaq qildi. Yasatqili bergan duttarni olg'ili borgan edim. Talaga chiqsam atrof jimjit, bir inson ko'rinmaydi. Menmi hayron bo'lib kelyapman dedi. Odam sig'may mangdigan yo'g'on bu ko'chada to'rtimizdan boshqa bir jon yo'q edi. Atrof tinch bo'lg'achqa bizning oyoq tevishimiz shunda qattiq taqildab anglanadi. Qiziqi, xalqni ejderha yotgan shahardek xalqlar nakatdi. Bizlar bu ishdan xabarsiz bo'lib ko'chada yurgan bo'lmayli yana, dedi Sofiya. "Qo'rqim kelyapti, chapsan qaytayli" deb G'aysha ansirashga boshladi. Biz chapsan minib do'qmishdan burilib, Beyxa dolining oldiga chiqishimizga qo'liga oq lungi bog'lab olgan Xanzu minbinglar ko'chada ketib borgan odamlarni mangdirmasdan tutib turgan ekan. 40-50 ga yaqin xalq askarlari odamlarning oldini mashinalarga selib mangdirib kelganlarni tutib turibdi. Biz do'qmishdan burilib chiqishimizga tutib turilgan odamlarning orasidan birisi "Voy satanglar keldi, kelinglar bu yerda turinglar" deb tovladi. Yana birisi to'yga berib kelayotgan o'xshamamsizlar dedi. Ikki xalq askarlari oldimizga kelib, "Mavu odamlarning yeniga berib turinglar, hech yerga borg'ili bo'lmaydi. Mushu yerda jim turinglar" deb qo'pol muomala bilan vaqirab qo'yib kishilarni midirlamanglar deb ishtirib dushkanlaydi. Men kishilar orasiga kelgandan keyin menga yaqin turgan bir yoshgina odamdan "Nima bo'ldi? Nimishqa bizni yig'ib oldi?" deb so'radim. U odam asta ovoz bilan "Harbiy holat bo'pti, harbiy holat" deb javob berdi. "Bir ish bo'ptimi? Nimishqa harbiy holat bo'ladi?" deb yana so'radim. Bu savolga boshqalar javob berdi. "Bilmaymiz ukam, harakatning turichiq" dedi. U yoq bu yoqdan kelib odamlar to'pi ko'paydi. Ko'p kechikmasdan yo'g'on ikki qora mashina kelib to'xtadi. Hamma xalqni vaqirab yurib mashinaga chiqardi. Yerdagi odamlar ikki mashinaga sig'may qoldi. Men mashinaning chetiga kelib, motosiklet bilan kelib to'xtagan harbiy kiyim kiygan Uyg'ur saqchidan "Bizni nega ilib boradi?" deb so'radim. U turgan qiyofatda "Bansuchiga mahalla boshqarma o'rniga borsizlar, u yerdan sizlarni nega opirdi? Ular belgilaydi" dedi. Men yana "U yerni uyimizga qaytamdiq" deb so'radim. U harbiy menga qarab "Bugun kechada shu yerda bo'lasizlar" dedi. Men ularga "Bizning dadimiz yurak kasal, uyda yolg'iz qoldi. Biz qaytmasak bo'lmaydi. Ular bizning yig'ib ilinganligimizni anglasa, dadam o'lib ketishi mumkin" deb mashinadan sakrab tushdim. Mening keynimdan Sofiya, G'aysha ham Yosin bilib tushdi. Ular hay-huy degicha mashinadan birmi odam qolmasin, hammasi sakrab tushib ketdi. Xalq askarlari xalqni boshqara olmay g'o'diqib, xalq atrofida yugurib, "Yo'q, bir odam uyga qaytishga ruxsat yo'q. Bu faqat yuqorining buyrug'i" deb hamma odamni haydab mashinaga chiqardi.
Biz dötümüz maşinaga çıkmadık. Dadımız kesel, bizning nega ketganimizni bilmay qattiq ansirab, yurak og'rig'i tutib o'lib ketsa yaxshimi? Biz nima qildik? Nima uchun gunohsiz xalqni tutisizlar dedim. Ko'chaning u qetig'i yig'ib ilingan odamlar orasida qattiq qarshilik va varang-churang ko'tarildi. Motosiklet bilan kelgan harbiylar va xalq askarlari deb olgan xanzolar ularni besish uchun ketdi. U odamlar orasida Hasanjon akaning xalq askarlari bilan jiddiy talishib vaqirishayotganligini ko'rib hayron bo'lib turatdik. Ko'p kechiktirmasdan ularni haydab bizning yenimizga olib keldi. Hasanjon akaning o'g'li Iminjon o'zlarining uyi joylashgan Daloning uduldagi tar ko'chada velosiped o'ginib yurganda uni tutib ilibdi. Buni ko'rgan ushshaq bolalar Iminjon akamni tutib ketdi deb kelgandan keyin o'ylining o'tirsida yig'ilib paranglashib o'tirgan xo'lim qo'shnilar nima ish bo'ldi, nemishqa uni saqchilar tutib ketdi deb o'ylidagi butun odam ko'chaga chiqishi bilan ularning birsini qo'ymasdan tutib, o'ylida faqat ushshaq bolalar hatto bo'shikdagi bu vaqtni shu o'ylidagi eng cho'ng yashangan mo'mayga qoldirib qolgan 30 dan oshiq odamni tutib mashinaga silib ilib mangdi. Bizni mi çapsan bulunglar deb kelib to'xtagan avtobusga boshlab bordi. Yasin, Sofiya, G'aysha to'timiz avtobusga chiqdik. Bir mashina to'ydan tutib kelgan yasangan qiz yigitlar edi. Ular bizni ko'rishi bilan isqartib chapaloq so'qib ketdi. Bir yosh yigit Yasinning qo'lidagi dudlarni ilib chalg'ili turdi. Bir qancha yigitlar tovlab naqsh etishga boshladi. Keynida o'ltirganlar voy o'limdan boshqasi tomosha deb tovlab qo'yatdi. Xuddi qiz ko'chirib mangandek daqqa dumboq bilan Sanshi xanzidagi Bensuchu mahalla boshqarmasiga kirib keldik. O'ylining ichi tixma-tixmaq odam edi. Bir qancha ustallarda harbiylar daftar, qalam tutib tizimlayotdi. Yarim soatdan keyin o'yliga qora mashinalar keldi. Hamma odamni guruhlarga bo'lib, shu bo'yicha mashinalarga o'rlashtirdi. Ammo nega bordiganligini hech kim bilmaydi. Biz o'ltirgan mashina ittifoq ko'chasiga burilib, ondan 14-chi, ya'ni burunqi biz o'qigan 2-chi qizlar o'tirib maktabga kirdi. Men o'qishni tamomlab ketgandan keyin bu maktabga birinchi martaba kelishim edi. Mashina maktab binosining keynidagi keng maydonga kelib to'xtadi. O'ylining ichida sap bo'lib turgan xalq askarlari har qaysimizni sapga tizib 2 qavat o'qish binosiga ilib kirdi. Bino ko'zimga shundoq illiq, ko'nglimga yaqin ko'rindi. Shu maktabda o'tgan bolliq va yoshlik vaqtlarim, shu palampaylardan do'stlarim bilan ushqandek chiqib tushganlarim, qizlar bilan rohatlanib kulishib o'ynaganlarim, savoqdoshlarim, muallimlarim, maktab mudirimiz hammasi ko'z oldimdan o'tishga boshladi. Qizlarning chayqirib o'ynashgan va kulgan ovozlari qulog'imga anglangandek bo'ldi. Ko'nglim shu vaqtdagi davrda yashagandek o'zimni erkin va xushal sezdim. Oldirab sinflarga kirdim. Sinflar partisiz, yalang'och uy bo'lib qopdi. 3 derizlik yo'ruq ozoda sinflar o'quvchisiz jimjitlik ichida g'ayrib bo'lib turibdi. Ko'z oldimdan o'qituvchining leksiyasini anglab, partlarda radlik o'ltirgan savoqdoshlarim bir-birlab o'tib, ko'nglimni seg'inish hislari egallab oldi. Tomdagi doskaga qarab qizlar bilan sizgan rasmlar va chaqchaq xatlarni o'qigandek bo'ldim. Qani shu davr, qani shu savoqdoshlarim va ustozlar hammasi hozir yo'q. Ularning borligi o'tib ketdi. Shu yillar bilan birga ketib qolgan ekan. Hozir ular mening siyosiy qiyofatimdan qo'rqib, ko'chalarda uchrashib qolsak, tanımagan odamni ko'rgandek qarab qo'yib o'tib ketadi. Mening ularning ko'nglim qattiq qoldi. Ammo hech o'zgarmay turgan chiroylik, ozoda sinflarimiz, go'zal maktablarimiz hozir kishilarni so'laydigan turmaga aylanib qoldi. Tong otqicha odam to'shiydigan mashinalar to'xtamay qatirab turdi. Sinf zallar binosining osti-usti odam bilan liq to'ldi. Erlar soat 10gacha dutlar chelib xonlayliga to'lib naqsh etishdi. Saat 11lar bilan biz turgan sinfqa Tag'ar Yudib Meditsina institutining oshpizi Turaxon ustam kirib keldi. Men ko'ribla tonidim. Ustamni shuncha tixma-tixmaq odamlar orasidan meni ko'rib, "Voy So'yingulukam, qanday ahvollari, nerdan kelib qoldilar? Voy Xudoyimning ulug'ligi, mana shunday yerda siz bilan uchrashib qoldik. Qachon qaytib keldilar? Sog'-salomat turilimi?" deb hol so'rab ketdim. Sizlar ketgandan keyin menimi Yeshuviyani qo'g'livatdi.
Xotin balani beqish uchun yurtma-yurt yurib, qurutgan meyvelerini elib kelib, setib shuning bilan bola chaqini beqib ketib borman. Oqshom turpandan qurutgan jujam elib kelib, turishimga mashinadan tushirib mushu yerga elib keldi. Ko'rmamdala tinish kesib qilib yashashmi qiyin bo'ldi. Jujamdan yeb baqsila ukam deb do'ppisiga jujam selib mang'badi. Olmasam ko'ngli yomon bo'lmasin deb oldim. Bir ayolning yig'lagan tarafga kishilar orasidan oran o'tib bordim. Yig'layotgan ayolning qo'lida yerim o'lik bir bola yotadi. Bu bolaga nima bo'ldi deb yeniq bordim. Balam qizib qattiq og'rib qolgan edi. Tezlik doktorga elib boray deb ketib ko'chadan tutib elib keldi. Balamning ahvoli og'ir. Qanday qilaman deb texmi yig'lab ketdim. Bola qattiq qizib o'zini bilmay yotadi. Men chiqib xalq askari bo'lgan Xanzuga balaning ahvolini aytib boshlab kirdim. U balani ko'rib doktor chaqirtib kelaman deb chiqib ketib 2 soat bo'lganda bir doktorni boshlab keldi. Balani ko'rgandan keyin ona balani elib chiqib ketdi. Ikkinchi uydan bir ayolning vaqirgan ovozi anglandi. Nima bo'pti deb tashqaridan kirgan yosh ayoldan doska tuvida turgan odam so'rgan edi. 2 qat ayol ekan, qo'sqi og'riyotgan o'xshaydi deb javob berdi. Onun kendinden kirgen yosh ayol tug'dirish uchun doktorxonaga elib manganda yo'ldan tutib elib kelibdi. Mushu yerda tug'ib qo'ymasa bo'ladi dedi. Shu arada u ayolning ovozi texmi qattiq anglashga boshladi. Mushu topda bu ayol doktorxonaga berishga ulgurolmaydigan o'xshaydi deb erlar xalq askarlarga to'g'lab. Bu qandaq ish? Tug'ut ustidagi ayolni doktorxonaga elib bormay nemishqa qiynaysizlar? Balası ölse qanday qilsizlar? Nima sizlarning oldinglarda odamlarning qimmati qolmadi-ku? Bu bola bilan onaning nima gunohi bor deb har kim har tarafdan xalq askarlari degan xanzurlarga to'g'lashga boshladi. Orliqda varang-churang ko'tarildi. Hamma odam durildab taraf-tarafdan vaqirib qarshilik bildirdi. Shuning bilan xalq askarlari amalsiz u ayolni tezla doktorxonaga elib ketdi. Derazaga yo'linib turadim. Kishilar orasini ittirib yurib, bir yosh ayol mening yonimga keldi. Ko'zlari yig'laverib, qizarib ishib ketibdi. U ayolning ahvoliga qarab, "Nima bo'ldingiz?" deb so'radim. "Fukam, mening erim o'tinchi edi. Sirtdan o'tini elib kelib setib, shuning bilan yashab kelardik. Tunigan erim eshaklarni elib o'tinga ketgan edi. 3 kunsiz qaytib kelolmaydi. Bizning 2 o'g'limiz bor. Cho'ngi 3 yoshda, kichigi 1 yosh, 2 oylik bo'lib, biz mushu turmushimizga rozi bo'lib xo'shal yashaydik. Oqshom mahalla jo'rini kelib, sizni mahalla boshqarmasiga chaqiryotdi deb aytgandan keyin beribla tizimlatib keladigan ish bo'lsa kerak deb o'ylab, konning ustida uxlayotgan bolalarni yolg'iz qoldirib eshikni qulflab ketgan edim. Ular meni uyga qaytarmasdan nopsiz ekansiz deb mushu yerga elib keldi. Bolalar uyda yolg'iz uxlab qoldi. Kondan yiqilib tushsa o'lib qolish mumkin. Qanday qilaman, voy bolalarim deb yig'lab ketdi. Balani yolg'iz qoldirganing bo'lmabdi. Nemishqa o'zingiz bilan birga elib bormadingiz dedim. Voy qarindishim, mening nopusim yo'q. Erim meni pichandan to'y qilib elib kelgan edi. Shundoq bo'lgandan keyin bolalarim kichik qaraydigan kishi yo'q ekan deb ularning yuz xatirsini qilib meni qaytarar deb o'ylagan edim. Qanday qilaman, bolalarim yolg'iz qoldi deb yig'lab ketdi. Qo'shnilaringiz yo'qmidi? Qarab qo'ya olmasmi dedim. Eshikni qulflab ketdim emasmi? Men bunlarga chiqib deb beqing dedim. Xitoycha bilmayman emasmi deb yog'liqning uchi bilan ko'z yoshlarini surtdi. Bizning yenimizda gapimizni anglab turgan bir er kishi "Yuring hukam" deb u ayolni boshlab xalq askarlarining oldiga ketdi. Ko'p kechikmasdan ular qaytib kirishdi. U er kishi "Bu kapırlarga gap anlatib bo'lamdi. Bolang o'lsin, hech yerga bormaysan" dedi. Endi nima chora? Ahvolni kutish kerak. Hukam yig'lamang deb tasalli berdi. Biz turgan sinf Palanpayning uduldi bo'lganlikdan Palanpaydan chiqqan hamma odam bizga ko'rinib turadi. Sinflar, zallar odamlar bilan to'ldi. Bir kecha varang-churang ichida bir turkum odamlarni elib kirdi. Shu uyda turgan kichik bolalar chiqib, shibat tosh to'shiydigan harvukashlarni ot suvarg'ili chiqqan yeridan haydab kelibdi deb xabar tepib keldi. Ularning kaynidilar masjidga chiqqan imom boshliq barliq jamoatni har masjidning bo'lib turkum-turkumlab elib keldi. Salalik oqsoqol masjid jamoatlari hosa tayoqlarini to'qildatib, yutila Palanpaydan chiqib keladi.
Ularni ko'rgan xalq "Tov Xudoyim, nima ish bo'lib ketdi?" deydi. Tang etib atrof yo'rishqa boshladi. Kishilar qachon qo'yib berar deb yo'riq kutib o'tiradi. Bütün xalqqa səpsilib qarab çıxdım. Aramızda Xanzu yoki Xuyzu millatidan birmi odam yo'q edi. Acaba xalqning 3dan 2sini tashkil qilib, kuchini to'shqizib, eqib yurgan Xanzulardan birisi yo'q. Ularning birarsi xabar topmay yoki odishmi qolmayibdi. Hammadan qiziqi uy-uylarga kirib tekshirganda Xanzulardan nopussiz odam chiqmasdan, aksincha yer egisi bo'lgan Sharqiy Turkistonliklar o'z yerida nopussiz, makonsiz, ishsiz bo'lib ko'chalarda eqib yurganlar degan bahonalar bilan yig'ib elib shaharning barliq maktab, idora, klubga o'xshash o'rinlar turmaga aylanib qoldi. Demak, bu harbiy holat faqat milliylarga qartilgan bo'lib, Xanzular uchun oldin alayda uqtirish qilinganligi aniq edi. Yasin tashqaridan kirib bizni chaqirdi. Uchimiz odamlar orasidan qisilib yurib, balkonga chiqdik. Maktabning 3 metr egizlikdagi rishatkaliq to'mir darvozasining oldiga 1-2 yuzdek xalq yig'ilib, har qaysi o'z odamlarining etini atab tovlaydi. Balkonda turgan odamlar so'langan xalq ichidan izlab xabar beradi. Bu yerda odamlar bo'lmaganlar boshqa o'rindan izlash uchun oldirab ketadi. Darvozdagi holatga qarsang, xuddi turmani eslatadi. 20 minutdan keyin opam bilan tog'amning ayoli Mahfuza hadam darvoza tuyiga kishilar orasidan siqilib chiqib, bizning ismimizni tovlab, bor yo'qligimizni so'raydi. Biz uchimiz biz bu yerda deb qo'limizni planlatdik. Sodiq Latiflar bormi deb izlab, ularning yo'qligini bilib, boshqa o'rinlardan izlash uchun ketdi. Yarim soatdan keyin Yasinning aksi nopus daftarini ko'rsatib, uni elib chiqib ketdi. Yasin ketishdan burun menga biz singlimning nopusi bilan sizni chiqarib olmasak bo'lmaydi. Singlimning ismi Robiya Xo'shur dedi. Men ho'ylining oldiga kelganda Sofiya g'ayshalarmi kayni bilan yetishib keldi. Shu yerdagi odamlar o'zlari bilan birga elib chiqib ketibdi. Endi u yerda qolgan egisi yo'q odamlarning hammani yig'ib olishga olib beribdi. Yig'ib olishning o'zi ham turma, qachon ularni tekshirib kim ekanligini aniqlagicha shu turmada yillab turishga to'g'ri keldi. Masalani aniqlaymiz deb esib qo'yib, urib jabrilgandan keyin ba'zi odamlar ig'ir qiynashlarga chidamay rost yolg'onni so'zlashga majbur bo'ladi. Ammo ularning materialini asosiy paket qilib, gunohsiz xalqni kesib, yuqori turma o'rinlarga olib beradi va ba'zilari nopussiz deb Qashqar, Moralbashi, Qora Qilchindagi yangi hayot emgak maydoniga surgun qilindi. U yerga odamlar ruxsatsiz hech yerga bora olmaydi. Harbiylarning nazorati ostida dehqonchilik qilib o'lmas kun bilan yashaydi. Biz uyga kirishimiz bilan dadam Allohga shukr aytib, bek xushal bo'ldi. Alloh saqladi. Yig'ib elishga elib ketsa bek tas bo'ladi. Bugundan qolmasdan Nansanga qaytib ketinglar. Zaman tinish bo'lmoqcha shu yerda turib turish kerak deb bizning ketishimizga hozirlik qilishga boshladi. Biz endi tamoqqa o'ltirgan edik. Eshikdan bir bola kirib, "Zuhram, meni sizlarni chiqdimi yo'q" deb xabar bilishga avatgan edi. Apisi vafot bo'lib ketgachga o'zi kelolmadi dedi. Biz ichayotgan chayimizni qo'yibla ketdik. Hammamiz Zuhraning uyida yarim kechagacha hozirlar bo'ldik. 6-oyning 29-kunligi harbiy holat vaqtida butun Urumchidan 32 ming odamni tutibdi deb angladik. Ko'chalarda tutib olganlarni maktab, klub, teatrxona va tantarbil biyalarga so'lab, bularning orasidan bir qism odamlarni tutib qolganlarni nopus va tonishtirishlarga qarab qo'yib etgan. İdara, zavod va ish o'rinlarida tutqanlarning hammasini shahardan sirtqi joylarga elib ketib, ulardan hech kim xabar topolmay izlab yuratdi. Inim Sodiqning qo'shnimiz bosh soqchining boshlig'i Nurjon aka tantarbiyada so'langan yeridan elib chiqdi. 69-yili 7-oyning 1-kuni. Atdigan qatnash nazoratida avtobus kutib turatdim. Kishilar orasidan atrat boshlig'i Gulnisa menga qarab kelayotganini ko'rib oldiga bordim. Gulnisa xuddi bir do'stini va qarindoshini ko'rgandek ko'rishib, hol so'rashib ketdi. So'yingul, biz u yerdagi milliy kadrlar sizlarning so'zinglarni bek ko'p qilamiz. Ular hammasi hurmat bilan sizlarni eslaydi.
Ular uzoqni ko'raligan ekan. Biz endi tushunyapmiz. Ular xalqimizning g'ururlanadigan qizlari deb sizlarni izzatlab yaxshi gapinglarni qiladi deb chin ko'ngli bilan so'zlaydi. Men hayron bo'ldim. Rost so'zlayotgamdu yoki meni sinamoqchimi deb o'yladim va so'zni o'zgartib. Nega mangding Suyjang deb so'radim. Opam qattiq og'riq ekan, telegramma keldi. Shuning uchun Oqsuga ketib borman. Opam vaqtidimi berib ko'rishalmadim. Uni tirik ko'ralamdim yo'q, bilolmadim deb ko'ziga liq yosh oldi. Ko'nglingizni buzmang, Xudoyim buyursa opam saqib qola. Berib ko'rishsiz deb ko'nglini yasidim. Shu arada Nansanga mangdigan avtobus yo'lovchilarini chaqirishga boshladi. Men xo'shlashib avtobusga qarab ketdim. Yo'l bo'yi Gulnisaning so'zi quloqimdan ketmadi. U odamlar shundoq o'ylashi mumkinmi? Agar rostdan Gulnisa degandek bo'lsa, bu cho'ng bir yaxshi ish bo'ladi, lekin ishongim kelmadi. Shundoqdimi opamning so'zini esladim. 66-yili mening ustimdan yolg'on material yezib, Go'ngshiga avatgan edi. Shu hafta aniqlatib kelish uchun opam bilan Sofiya Shabag'uga berib milliy kadrlardan Barat Duyjanga yo'liqib, mening materialimni tekshirmoqchi bo'lib, ishxonada o'ltirganda telefon kelib Barat Duyjan oldirab talaga chiqib ketgan. Vaqtida opam ochiq turgan materiallardan setib oldi. Ablekim, Ablat, Yarmamat, Halima turnisalarning mening ustimdan yezib bergan pash qilish materiallarini ko'rib, "Tova, bular yaqin do'stlar emasmidi? Bularning yozgan materiallarini qara" deb ko'ngli bekmo yomon bo'pti. Shu chaqda telefon yana jiringlabdi. Taladan Xansu kadr kirib telefonni elib, "Bugun milliy kadrlarni tutish kerak" deb bir qancha milliy kadrlarning etini atab o'tibdi. Uning ketishiga Atrat boshlig'i Barat kirib, "Opamdan telefon keldimi?" deb so'rabdi. Opam "Ha, keldi" degandan keyin Barat oldirab "Nima dedi?" deb singlimga qaraganda Sofiya anglaganlarini deb beribdi. Kishilarning etini otadimi deb Barat bir oz jiddilashibdi. "Ha" deb opam bilan Sofiya anglagan ismlarni deb beribdi. Atrat boshlig'i Baratningmi ismi bor ekan. U texmi jiddilashib, materiallarni yig'ishtirib, "Chapsan qaytib ketinglar. Hozir bu ishlarga qaraydigan odam yo'q. Bu yerda milliy kadrlarning o'zigimi kun yo'q. Men ketmasam bo'lmaydi" deb yugurib chiqib, mang'ili turgan mashina bilan ketib qoldi deb so'zlab bergan edi. Bu milliy to'qinishlar ularga bizni eslasi kerak deb o'yladim. 69-yili 7-oyning 20-kuni G'aysha To'kan og'a kepti. Uni ko'rdim. Bugun kechda bizning uyga kelib, siz bilan ko'rishman deb qo'ydigan so'z bor edi. Yotmay tursin deydi dedi. Men doktorxonada yotganda To'kan bir qancha martaba yo'qlab kelgan edi. U bizning qurilish atratining boshlig'i Qajayning ukisi bo'lib, u shu Sharqiy Turkiston institutini tugatib, Qutubiy tarafda xizmat qiladi. Harbiy holat bo'lishdan burun ikki odam bilan kelib, G'ulji oblastlik harbiy rayonining tonishtirishini elib kelib, meni G'ulji orqali Sovetga o'tkazmoqchi bo'lib kelgan ekan. Lekin men u fikrga qo'shilmadim. Chunki men qochib ketgan bilan uydagilar og'ir ahvolga tushib qolishi aniq. Balki ota-onamni urib o'ldirishi ham mumkin. Ular harbiy holat bo'lishdan burun G'uljiga mangimiz deb ketgan edi. Hajab tez qaytibdi deb o'yladim. Soat 12da tok tarqitish mashina to'xtab, butun atrof qop-qorong'u bo'lib ketdi. Men yotmay kutib o'ltirdim. Ko'p kechikmasdan To'kan keldi. Qorong'uda paranglashdik, chunki To'kan bizning uyga kelib yurganni boshqalar bilib qilishdan qattiq ehtiyot qiladi. Sup ustida ufqlarim uxlayotdi. To'kan menga, "Men G'uljiga ketishdan burun siz to'g'riliq boshliqlar bilan so'zlashdim. Ular sizga a'zo qabul qilishni topshirgan ekan. Men ularga sizning ahvolingizni tushuntirib, u vazifani o'rinlayolmaydi dedim. Ular sizni a'zo qabul qilmay tinch turib tursin. O'zgarishlar bo'lsa, biz o'zimiz xabar qilamiz deydi" dedi. Bu harbiy holat kuni bizning nurg'un odamlarimizni qo'lga ilinib ketdi. U ichimizdan xoinlar chiqdi emasmi? Ammo tashkilot tugamadi. Qolgan odamlarimiz ehtiyot bilan asta ish davomlashtiryotdi. Hozircha tinch turib, diqqat bilan vaziyat kuzatib qilishimiz va shunga qarab ish elib berishimiz lozim. Agar bu yerdagilar sizni bilib qolsa, sizga bekmi eg'irchilik bo'lar deb o'ylaymiz dedi.
2 haftadan keyin shahardan Sofiya keldi. Uning deyishicha, Qiyim Yasin orqali ahvollarni uqtiribdi. Malik qo'lga ilinib ketibdi. U tashkilotdagi butun odamlarni har bir o'rinlardan tutib, boshliqlarni qo'lga ilib, qolganlarni masala topshirg'izib etibdi. Qiyimni maktabda o'rganishga epdi. Agar qattiq qiynashlar jarayonida Malik pash qilib qo'ysa, u chaqda menmi demay amalim yo'q. Rostdan bu ish pash bo'lib qolsa, Söyüngülga tas bo'ladi. Ko'nglida tayyorlik bo'lsin. Endi bu tashkilot hozircha harakatsiz jim turishi kerak debdim. Buni anglab bakmo ko'ngilsiz bo'ldim. Ömür bo'yi izlab aran topgan eng qimmatli narsamni yo'qotgandek bo'ldim. Ko'nglimdagi zo'r umidlarim qorong'u kechada ko'rinib, o'tgan chaqmoqdek bo'lib qoldi. Bu kunlarni yana yolg'iz o'zim kechib o'tishga to'g'ri keldi. Oldimda meni texmi ig'ir kunlar kutib turgandek bilinadi. Haqiqatan bu ahvollarni bu yerga xalq bilsa, meni urib o'ldirib etishi mumkin. Hamma ishni Allohga topshirdim. Boshqa kelganini ko'rarman. Lekin bu haqda hech narsani aytmasqa va bergan qasamimni buzmaslikqa, o'lsammi iqror qilib og'zimdan chiqarmaslikqa qaror qildim. 29-iyundagi harbiy holatda elib ketgan odamlar ustida amdi xabar tepib etibdim. Ularning ichidan ba'zi odamlarni qo'lga ilib, turmalarda so'roq qilib va ba'zilarini shahardan sirt joylarga tutib turib, masala topshirg'izib etibdim. Ondan qolganlarni shaharda, ya'ni Sharqiy Turkistonning har bir shahrida, yezi go'ngshiylarda idora, korxona, zavod va har bir o'rin o'zlarida o'rganish guruhlar uyushtirib, masala topshirg'izib etibdi. Sharqiy Turkistonning har bir o'rinlaridan bu tashkilotga nurg'un odam qatnashgan ekan. Masalan, Turpanning Qizil bayroq go'ngshisida faqat buxgalter bilan go'ngshining muavin raisidan boshqa hamma odam Sharqiy Turkiston tashkilotiga a'zo bo'lib chiqibdi. Keyingi vaqtlarda kishilar ko'chalarda to'plashib o'ltirib, qo'lidan qon chiqarib qasam qilish bilan Sharqiy Turkiston tashkilotining a'zosi sifatida qabul qilavergan. 69-yili aprel oyida Eminovning 2 qizi Sovetga qochib o'tmoqchi bo'lib, bir mashina odam bilan g'uljiga ketibdi. Abdunum rayonluq G'ungantingning idorasidan mashina chiqarib, ham bir odam bilinmagan degan so'zlar xalq ichida keng tarqalib yurdi. U qizlar bilan nurg'un odam g'uljiga kelgan bo'lsa-mu, lekin qandoqdir boshqalar ayrilib qolib, eng oxiri Eminovning 2 qizi bilan kichik qizning yigiti Arslan qatorliq bir qancha kishilarla o'tib ketilgan. 29-iyun Sharqiy Turkiston bo'yicha yurgizilgan cho'ng harbiy holat kuni qizlar bilan kelgan bir mashina odam yezlarga qochib berib, yoshirinsa-mu, lekin u kuni ularni shahar ham yezlardan oqtirib, hatto daraxtlar ustiga chiqib olganlarni qo'l chiroq va miltiqlar bilan etib yurib, tutib ketgan ekan. U qizlar kirganlar uydagi begunoh xalqlarni tutib va ba'zilariga o'lim jazosi berib otgan ekan. Ular bilan Qashqan Ahmet Egamberdimu tug'utliq ayolni 2 bola bilan ham og'riqchan qeri onasini tashlab ketgan bo'lsa-mu, nemishqidir ketilmay qo'lga tushib, 10 yil turmada yetib, 79-yili singlim Zakiya bilan to'y qilib, shu sababdan singlim bizdan keyin qilib, Ahmetning rasmiyatlari bilan 4 yil hukumat o'rinlariga yugurib yurib, biz bo'lsak Avstraliya hukumatiga, Xitoy hukumat o'rinlariga ham Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga arz berib, 85-yili ming taslikda Avstraliyaga elib chiqdik. Shu vaqtda Sharqiy Turkistondagi butun turma yig'ib elish o'rinlar qo'lga ilingan odamlar bilan to'lib, idora, zavod, maktablar turma o'rinlarga aylandi. Hatto yezi go'ngshilardimi kishilarni rejim ostida tutib turib, masala topshirib elish harakati boshlandi. 70-yili 5-mart Urumchi 2-chi doktorxonadan menga har qanday emgak qilishga yaramaydi. 3 oyda bir martaba doktorga tekshirib turish kerak deb isprapga yezib bergan edim. Salomatligim yaxshi bo'lmaganlikdan shaharga doktorga ko'rinish uchun keldim. 2 hafta bo'lmasdan G'ungshida o'rganish boshlandi deb xabar keldi. Men Nansanga qaytib ketdim. Uyga kirib turishimga yangi xizmat guruhining boshlig'i Yang Zorong degan odam uyga kirib keldi. Hammamiz hayron bo'lib qarab qoldik. U menga qarab, "G'ungshiga borsang, bir oz so'zlashadigan narsalar bor edi" dedi. Yuragim jo'q qilib qoldi. Bu yerga xabar yetib keldimi nima deb o'yladim. U chiqib ketgandan keyin hammamiz Yangning so'zidan ansirdik.
Köp kechikmasdan go'ngshiga bordim. Yang meni o'z ishxonasida boshlab kirdi. Eshikni ching yepib udulimga kelib o'ltirdi. Bu odamning harakatlaridan mengamdan har turli fikrlar kechib turadi. Yang ustal tortmasidan bir daftarni chiqarib, uningga yozilgan xatlarni o'qib, menga qarab savol berishga boshladi. Ismimni, ondan qaysi maktabda o'qiganligimni so'radi. Men meditsina institutida o'qidim, ham qo'lga ilinib ondan Gongshida rejim ostida ishlayman, dedim. Yang yana mendan nima sababdan qo'lga ilinding deb so'radi. Sharqiy Turkistonning mustaqil bo'lishi uchun tashkilot qurib qo'lga ilindim, dedim. Bu so'zimga hech qanday yomon pozitsiya bildirmadi. Yangning bunday yumshoq pozitsiyasining ostida bir sir bor deb o'yladim. Uning har bir so'z va harakatlariga diqqat qilib qarab o'tirdim. U daftardan ko'zini ilib menga qarab, "Sening ustingda fikr bor. Sen mushu yerdagi odamlarni tashkillab, Sovetga qochmoqchi bo'lgan ekansan, rostmi?" dedi. Men kutilmagan bu to'kmas so'zga hayron bo'lib, og'zim ichilib qoldi. "Yo'q, bu butunlay yolg'on so'z. Men ko'nglimdagi so'zni eshitsam, faqat qechish o'yiga kelmadim. Chunki mening ota-onam va kichik ukalarim bor. Agar men qassam, ularning kuni nima bo'ldi? Meni qochdi deb ota-onamni urib o'ldirdi. Uydagi ukalarim texmi eg'ir besim ostida qoladi. Ularning turmushlari buningdimi nacharlikka tushadi. Men ularni bekmi yaxshi ko'raman. Ularni o'tqa tashlab qanday ketalayman? Shunda qilib yurib qochganda bir yaxshi natijaga erisha olamdim. Bunda qilish bir cho'ng ahmoqlik. O'zing o'ylab boq. Bunda jiq odam bilan qechishning nima keragi bor? Ham ko'p kishi bilan qechish mumkinmi? Uning oqibati nima bo'ladi? Ham men bir qiz, bola, erlar bilan qechib yurmayman, dedim. Yang o'rindiqni ta'tir qo'yib, uningga minib o'tirib, xuddi holda sen Sharqiy Turkiston tashkilotiga qatnashdingmi, yo'q deb so'radi. Yurakim qat qilib ketdi. Mening javobimni kutmasdan, agar men sening o'rningda bo'lsam, aytmayman. Desam beshimni chapsimi aytmayman. Lekin sen aytishni xohlamasang, men ikkinchi sendan so'ramayman, dedi. Men hayron bo'lib turib qoldim. Bu so'zni qanday tushunish mumkin? Bu qanday taktika qo'llanayotdi deb o'yladim va uningga men hech qanday tashkilotga qatnashmadim. Maktabda bo'lgan tashkilotdan boshqa tashkilotlardan xabarim yo'q deb javob berdim. Sening ustingdan nurg'un materiallar keldi. Agar sen rostdan bu ishda yo'q bo'lsang, bu yolg'on materiallarni inovatsiz qilib yo'qitaman, dedim. Men uningga takrorlab, men hech qanday vaqt undaq ishlarda bo'lmadim, dedim. U mendan so'roq qilib o'ltirishni xohlamadi. Yaqin do'stlari bilan so'zlashganda hurmat bilan so'zlashib, ondan uyga ketishimga ruxsat qildi. U odamning tutgan muomalasiga qarab hayron bo'ldim va o'zimni shu tashkilotdimi nima degan fikr ko'nglimga keldi. Uyga kelib singillarimga so'zlab berib hayron bo'ldim. Singillarimni bu odam kelib bizga yaxshi muomala qildi. U bizga sizlarning yaxshi hadanglar bor deb, sizni ko'rmasdan bizga desa, u ta'tir so'zlayotgandu deb gap qilmay qo'ydi, dedi. G'aysha, bu odamda qandoqdir bir sir bor. Bizning gap elish uchun shunda qilib yuriydi, dedi. Sofiya, yo'q, men uning o'zi Sharqiy Turkiston tashkilotining a'zosimikin deb o'ylayman, dedi. Men Sofiyaning so'zini tuzitib, Sharqiy Turkiston tashkiloti emas bo'lsa, Jugudan vatanni qutquzish partiyasining a'zosi bo'lishi mumkin, lekin undaq deb o'ylash qiyin, dedim. 70-yil aprel. Kashda ini singillarim bilan uyda qiziq parangda o'ltirardik. Ishni ichib ikki Hanzu, Minbing va kaynidan dadam uyga kirib keldi. Ufqlarim cho'qirishib berib, dadamga eslib ko'rishib ketdi. Uyimiz xushalliq cho'mib ketdi. U ikki Minbing dadamlarni elib kelib qo'ydik deb chiqib ketdi. Ko'nglimizga bir ansirash keldi. Dadamdan qandoq keldingiz? Minbinglar sizni elib keldi-ku, mushu shaharga berib elib keldimi deb ansirab so'rashga boshladik. Dadam kiyimlarini silib o'tirib voqeani so'zlashga boshladi. Men uyda yolg'iz o'tirardim. Kichik qizim Musharraf taladan yugurib kirib, paychusining mototsikleti bilan ikki odam keldi deb xabar berdi. Bechora qizim bek qo'rqib ketibdi. Ko'zlari olqandek bo'lib og'ziga so'z kelmay qapti. Kaynidilla ularmi kirib keldi. Ikki kishilik o'rindiq bor. Mototsikletga meni o'ltirg'izdi. Qizim bechora yugurib chiqib, oldimga o'ltirgan edi. Uni chiqirib so'rab tushirib, meni ilib ketdi
va Nurbaqdagi Nefit institutiga apirib 2 kun solab qo'ydi. O Nefit institutining barliq binosining har bir qavatida tutib kelgan odamlar bilan liq to'shib, bo'sh bir eg'izmi uy qolmagan ekan. U yerda yotgan odamlarning oldiga 1 yilga yaqin bo'lib, kayni uzilmay kelib turadi ekan. U yerda o'rin ko'rpa, kiyim-kechakdan hech narsa yo'q. Kuniga 3 vaqt qo'noq-qo'nidan omash berib turadi. Ba'zi odamlarni bu yerdan yo'tkab elib kelsa, o'rniga uzluksiz odam kelib turadi ekan. Qisqasini aytganda bu joymi bir turma o'rni bo'lib qolgan ekan dedi. Dadamni elib kelib kurash qilib urib o'ldirsa qanday qilamiz degan ansirashlarimizni bilib qo'rqmanglar. Meni 2 soat burun elib kelgan edi. Meni ular cho'ng atrat ishxonasida so'roq qildi. Ularning maqsadi Qabdalning masalalaridan bilganlaringni va cho'ng atratning buxgalteri Solihning jinoyatlari ustida xalqqa fikr ko'p. Shuning uchun uning hisobotlarini tekshirib, ham bilganlaringni aytib ba deb 2 soat so'roq qildi. Men faqat ular haqida hech narsa bilmayman dedim. Solihning xiyonatini bilish uchun noyatni buxgalter elib kelib tekshirib, hisoblasam hammasi aniq bo'lib chiqdi. Men tekshirguncha ular kelib tekshirganini ochiq ham yaxshi bo'ladi dedim, dedi. Biz hammamiz nemishqa demaysiz, u zolimlarni uradigan vaqtda urish kerak emasmidi deb ichinib ketdik. Dadam qiziq so'zlaysizlar. Siyosat degan bugun atitadir. Bugun sana degizgan bilan at seni yana urudi. O'z go'shlarini o'zi yesin. To'ga ko'dingmi yo'q degandek ushshaq-tushshaq narsaga bosh tiqmaslik kerak dedi. Boshqani qo'yinglar, chiroyli o'ltirib choy ichayli deb choy qaynatib, ko'ngilli choy ichdik. Singlim Zakiyaning o'g'li Shuhratmi 1 yildan o'shiq vaqt biz bilan birga turib U hammadan xushal edi. Bovisining etigiga chiqib, ilib akilib, quchoqlab so'yatdi. Uyimizning ichi ko'ngilli bo'lib ketdi. Sofiya xabar yetkazish uchun shaharga ketdi. Ularmi 2 kundan keyin Nefit institutida deb anglab borsa, tunugin Nansanga elib chiqib ketdi deb javob beribdim. 70-yili aprelda men ishdan qaytib kelib, endi uyga kirib turishim edi. Ishikdan ishlab chiqarish atrat boshlig'ining o'g'li Ablimit kirib keldi. U mening ini singillarim bilan yaqin aralashib yursimi, lekin men bilan so'zlashib ko'rgan emasdi. Kelib o'ltirib uy ichiga sapselib, hech kim yo'qligidan xotirjam bo'lgandek ko'rindi. Ablimit, men siz bilan bir narsa ustida so'zlashish uchun kelgan edim, dedi. O'zining ansirab turganligini ko'rinib turadi. Ha, so'zlar dedim. O'razan meni sizga avatdi. Siz mushu yerdagi barliq ishni o'z ustingizga elib, men qildim deb aytsangiz, bu yerdagilar qutulib qoladi deydi. Chunki siz qalpoqliq bo'lgandan keyin sizlar ko'tirib boshqalarimizga yordam qilgan bo'lar edingiz, dedi. Bular menga bo'kdan chaplab bir balaga tiqmoqchi bo'lganligini anglab, ko'nglim ranjib qoldi. Nima degan yaxshi gap? Har kim o'z ishi uchun o'zi javob bersin. Yemigan mantığa pul to'lab o'ltirmayman. Sen ranjima uka, bu yengil ish emas, dedim. Ablimit bir oz qisildi. Menmi degan edim. Ular unmasdan meni avatdi deb xijolatchilik ichida absizlandi. Siz mening kelganimni bir kimga demisingiz deb to'ni o'tindi. Xotirjam bo'l, men seni ko'midim, dedim. Ablimit shundoq chaqan chiqib ketdi. Keynidan ishga qarab o'ylanib turib qoldim. Bu ishda qanday yordam qilish mumkin? Bu to'g'ri fikr emas. Oradan 2 hafta o'tmasdan Dadoyning boshqa atratlaridan 80 ga yaqin odamni elib kelib, Gongshining yenidagi boshlang'ich maktabga o'rlashtirdi. Barliqimiz ko'chib kelib, kecha kunduz o'rganish elib bordik. Ayollardan birliman, qolganlar erlar. Bularning hammani Sharqiy Turkiston tashkilotiga qatnashdi degan gumon bilan elib kelgan edi. O'tirdiki bir sinfga meni o'rlashtirdi. Xizmat guruhi bo'lib tushgan ayol Qodir bilan birga yotdik. Kishilar og'zida u ayolni yongning oladigan qiz ekan, texi to'y qilmabdi deb so'zlashib yuratdi. Rostdan yong bilan ikkisi bekmi yaqin edi. Erlarga yo'g'on 2 sinfni yotoq o'rni qilib berdi. Qolgan sinflarga guruhlarni bo'lib, o'rganish jiddiy boshlanib ketdi. Atgandan yarim kechagacha masala topshirish ishi olib berildi. Kunduz 2-3 soat kurash yig'ini bo'ldi. Kurash obyektivi Javjizi boshlang'ich maktabining mudiri Hamid Shovjang edi.
Mudir üstüdeki fikirler bolsa, Hamid Şavjan şəhəriga berib, qandaqdır bir əksel inqilabçı təşkilatqa qatnışıb kelib, bu yerga xalqning beshini qaymoqtirib, təşkilat qurub ətrafqa odam toplagan degan fikir asosida bo'lib, kunda shu bir xil fikir tushadi. Əmdi kichik gruplarda har bir odamni ayrim masala topshirdi. Bizning guruhda 40 dan ortiq odam har kuni shu masala topshirish harakati bilan mashg'ul bo'ldik. Ammo bir odamning qorlig'idek paketlik asos yo'q edi. Faqatla muqonni Chavjizdagi o'rmonchilik idorasining boshlig'i Obliz bilan bo'lgan munosabatingni topshir deb qiynaydi. Chunki Chavjizdagi o'rmonchilik idorasining bir bo'limchisi joylashgan bo'lib, u idoraning boshlig'i Oblizni Sharqiy Turkiston tashkilotiga qatnashdi deb Urumchidagi o'rmonchilik idorasiga elib ketgan ekan. Mamaqani Obliz bilan yaqin, senmi shu tashkilotda pash qil deb fikr tushdi. Mamaqat 50-60 yoshning orasidagi cho'ng odam. Uning ayoli Nansandagi tug'ut onasi Rashidaning qizi edi. Rashidaning eri qozoq, o'zini bo'lsa kishilar o'rus, ba'zilari tatar va ba'zi kishilar uyg'urmi deydi. Mamaqatni Obliz bilan bo'lgan munosabatingni so'zla desa, oldirmasdan o'ldirib, nima munosabatimiz bor deysan? Bizning 40 dak to'xumimiz bor. Mening ayolim tuxumlarni sevatga selib, shu o'rmon idorasidagilarga setib, choy, tuzliq pul topadi. Oblizning ayoli sart ekan. Meningmi ayolim sart. Oblizning ayoli uyga kirsalar desa, mening ayolim kirib ketadi ekan. Uningda bor 5 o'g'il, meningda bor 5 qiz. Mana shu munosabatda Bekmut sodda qilib javob beradi. Söz harakatlari kulkilik, qiziq odam edi. Qisqasi u o'g'inish, tashkilot to'g'riliq hech qanday fikr tushmadi. Turmushdagi oddiy narsalar ustida masala topshirish elib berildi. O'g'inish 3-haftasiga kelganda bir kechada mashina kelib, bizga tushgan xizmat korpusining boshlig'i Yang Zorongni qo'lga elib qolganlarni yondirib elib ketibdi. Ularning o'rniga yangi xizmat korpusi keldi. Kishilarning deyishiga qaraganda Yang Zorongni Vatanni qutqizish partiyasining odami ekan, ular pash bo'lib qopti degan so'zlar eqib yurdi. Bu yangi kelgan xizmat guruhi kishilarga qattiq muomala qildigan, eshib ketgan solchi aktivlar edi. Bizga har kuni o'rganishdan avval mavzuning rasmiga salom qildirib, bosh egdiradi va uni maqtab, she'rlar aytqizadi va kurash yig'inlarini ko'paytib, odamlarga qattiq muomala qiladi. Ammo masala topshiruvchilar shu burunqi pozitsiyadan hech o'zgarmagandan keyin ularmi bir ish qila olmay qoldi. Sinfga kirsak, tamg'i yo'g'on qilib 70 odamga o'lim jazosi hukm qilib yozilgan e'lon taxtasini choplab qo'yibdi. Ularning hukm ijro qilgan kuni bugun ekan. Bulardan 60 necha odam milliylar bo'lib, qolganlari odam o'ldirgan xanzular ekan. Biz ularning ism, familiyasi, yoshlari va jinoyatini o'qib turardik. Ishikdan yangi kelgan xizmat korpusining boshlig'i kirib keldi va ko'pchilikka qarab, "Ko'rdinglarmi?" deb so'z boshlag'icha hammamiz o'rinlarimizga kelib o'ltirib ulgurdik. U so'zini davom qilib, "Agar sizlarmi yaxshi bo'lmay, mas'ullarni to'lib topshirmasanglar, sizlarga o'lim jazosini berib atamiz" deb hammamizning ko'ziga birdan qarab chiqdi. Yonimda o'ltirgan Ablimit "Endi shu kambob turadi" dedi. Xizmat korpusining boshlig'i "Nima deydi? Nima deysan?" deb Ablimitning ko'ziga kirib oldi. Men u mendan qalam so'rdi deb javob berdim. Ham qalamni chiqarib Ablimitga uzatdim. Diqqat qilib anglanglar deb o'z so'zini davomlashtirdi. Bundan burungi 2 turkum o'lim jazosi berilgan odamlarni esladim. Birinchi turkumdagi 19 odam orasidami ko'p sondagilar millionlar edi. Ularni Abdunum rayonluq xalq hukumati oldidagi maydonda Urumchi shahar bo'yicha cho'ng sud yig'ini ichib 19 odamga o'lim jazosi berilgan. Ularning bo'yinlarini inchki sim bilan bo'g'ib bog'laganlikdan hukm ijro qilinguncha ko'p sondagi odamlar maydonga yetmay turib o'lib ketgan ekan. Ikkinchi qitim 29 odamni sotlab Sharqiy Turkiston tashkilotiga qatnashgan aksal inqilobchi unsur deb o'lim jazosi hukm qilingan. Ular hammasi degidek jasoratlik, vatansuyar, qahramon, milliy yoshlar edi. Bu shahidlarning eng kichigi Dolqin Ibrohim Amdi 18 yoshga kirgan. O'tkir,
aqlliq Sharqiy Turkiston tashkilotidimi qobiliyatli, yaramliq tashkilot ishlariga ko'p xizmat ko'rsatgan botir yoshlarning birisi bo'lib ishlab kelgan ekan. Uningmi 29 odam bilan birga o'lim hukm ijro qilindi. Dolqunning aksi Erik bir qancha yoshlar bilan shu kechada ukasining jasadini jinoyatchilar qabristonligidan yoshirincha elib, Urumchi Ya'alodagi qabristonlikqa olib qo'ygan ekan. Dolqunning dadasi G'ani muallim asr boshlarida Qozondan kelib, Turpanda Haydar Sayroni bilan birlikda maktab ochib, bir qancha yil bolalar o'qitgan. Ondan ular Urumchiga kelib, o'z kasblarini davomlashtirgan. G'ani muallim Sharqiy Turkiston institutida o'qituvchilik qilib, butun umri muallimlik bilan o'tdi. Ularning tarbiyalab o'qitgan bolalari yaxshi odam bo'lib, jamiyatda yuqori o'rinlarda ishlab kelgan. Dolqunning vafotidan keyin ota ko'ngli bu qayg'uni ko'tarilmasdan, o'g'lining kaynidan ko'p yashamasdan dunyodan o'tdi. Bu 29-chi odamning ichida bizning Go'ngshidan Sidiq Zalangning o'g'li Hamzanimi o'lim hukm qilib, shu odamlar qatoridatdi. Uning jinoyati bo'lsa, Xongveybinglar uning uyiga kirib, Mavzungning rasmini qibli namoz o'qiganda Baytulloh tarafga qarab o'qiganlik uchun shu tarafni qibla taraf deb ataymiz. Tamga chaplab qo'yib chiqib ketadi. Hamza rasmga qarab namoz o'qisa to'g'ri bo'lmaydi deb o'rnini yo'tkab ikkinchi tamga taqab qo'yganligi uchun mavjushiga qarshi chiqdi deb yashangan buvayni qo'lga ilib o'lim hukmini ijro qildi. Bir aydan keyin ularning hukmini o'zgartib, Sharqiy Turkiston tashkilotiga qatnashgan Aksil inqilobchi degan so'zning o'rniga davlat tartibini buzgan o'g'ri, banka bo'lgan bulangchi va qaroqchilar deb sotdan yangi hukm chiqarib, shaharning hamma yeriga qayta e'lon chaplab chiqdi. Xalqqa anglatmay o'z ichidan hukm chiqarib, yoshirincha o'ldirganlarmi oz emas. Bu bir oylik o'g'inish gruppasidan ular hech narsa chiqara olmadi. Desammi bo'ladi. Eng oxirida kurash obyektivi bo'lgan Hamid Mudirmi gunohsiz bo'lib qoldi. Men ansirgan Sharqiy Turkiston tashkilotidan mening ustimda hech qanday so'z bo'lmadi.